Do'stlik ordeni bilan taqdirlanganingiz bilan tabriklaymiz. Xo'p, aka, sizni anchadan beri kuzatamiz, aka. Ko'pchilik mashhur odamlar bilan ko'rishgansiz. Xo'p, Zayniddin Zidan bilan ko'rishdingiz, yana Van Dam bilan ko'rishdingiz. Keyin Fransiyani prezidenti, hattoki Makron bilan ham ko'rishgansiz. Shunaqa imkoniyat bo'lganda kim bilan ko'rishib gaplashgan bo'lardingiz mashhurlardan? Hozirgi shu mashhurlardan bir Silvestr Stallonning suhbatini olgan bo'lardim. Juda ham kuchli, energichniy odamsiz. Bir yoshlarga, meni obunachlarimga bitta motivatsiya berib yuboring. Sosiq ko'rpaning ustidan chiqqanda, ana shu sassiq ko'rpaning ichidan turdani, o'rningdan hozirroq turib, harakatga kech. Harakatni boshladani. haqiqatdan ham o'sha bola to'g'ri aytgan. Telefonda ko'p o'tirmasdan, Instagram kovlamasdan bilim oling. Bilim oling, bilimingizni kuchli qiling, ota-onaning hurmatini joyiga qo'ying, ota-onaning duosini oling, o'qing. Bilamizki, siz 43 yoshda bloger bo'lgansiz. Men sizdan 43 yoshda degansiz bitta intervyuda. Sal 46 yoshda. Ha? O'sha bitta intervyuda 43 yoshda dedingiz. Men shundan ilhomlanib 33 yoshda boshlaganman. O'zi asosiy ishim tadbirkorlik. Men hozir ham tadbirkorlik qilaman. Blogerlik bu hobbi. Hisobda. Xo'p, 33 yoshda, 40 yoshda boshlagan Abdurahmon Fozilovda bitta istoriya post narxi qancha? Endi hamma biladi, biz istoriyamizni narxi mehnatimizga yarasha 13 million so'm. Bitta istoriyamiz narxi. Postchi. Postimizning narxi taxminan bir 50 millionlar atrofida. Yashirish joy, har odam telefon qilsa ham uni bila oladi. No shunga yarasha, xudo xolasa mehnat ham qilamiz, adachi ham bo'ladi va o'sha tadbirkor shunga yarasha haligi foydasini ham ko'radi. Lekin bir narsani bilinglar, Abdurahmon Fazilov luboy narsani olib tashamaydi boshqalar, ba'zi birlarga o'xshab. Sababi yaqin bir haftaning 3 xil suv chiqdi, napitik chiqdi. Uchalasiga ham atkazib berdik. Chunki ichib ko'rildi, bilindi, tarkibi o'rganib chiqildi. Ziyon narsa, parashok, ximikat, krasitel, shakar, shuning uchun olinmadi. Elbrusga borganingizda oyog'ingiz sindi, jarohatlandingiz. Yo, shu oldinga qo'ygan maqsadlaringizga to'siq bo'ladimi? Oldinga qo'yilgan maqsadlaringiz qanaqa endi? Ya bu inna lillahi, barchasi Allohdan. Demak, shu oyoq sinishi ham bir behikmat bo'lmagan. Xudo xolasa shunaqangi qiyinchilik paytlarida bir dard kelganda alhamdulillah deb inna lillahi va inna ilayhi rojiun desangiz, savob ustiga savob bo'ladi. Inshaalloh hammamiz 33 yoshda jannatlarda baquvvat erkak bo'lib bo'lganamiz inshaalloh. Abdurahmon aka, sizga katta rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling.